Akalar, Epica ishqibozlari uchun. Aka, Epica sizdami? Bizda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yil nechi buni? 2010. 2010 holati zo'r holatda ekan, ya'ni operator ko'rsating, sidini koja holatlari, torpeda, obshipkalar qirilgan, silgan joylari yo'q ekan. Yurgani qancha bo'ldi tog'a buni? 222 ming. Orqa sidinalar matviy holatda ekan. 220 ming. Kraska holati qanaqa buni? Kraska holati mana shu joyida. Kapotni uchida petno. Mana shunday. Ha, mana shu liniyada bor ekan. Bo'ldi, bilinyapti. Mana eshitib oldi mana shu joy. Ikkita petnosi bor. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Oldi orqasi pechat, mashina zo'r holati. Ya'ni akalar Epica'ni minganlar biladi, luklari ham bor. Hamma yoq ishlaydi bular ham. Luklari ishlaydi, metallari bor do'stlar. Zapaska holati joyda ekan. Buni to qancha so'rayapsiz endi? 6000 baho aytyapmiz. Kelishtirib taqalganini ayting. Kanalimiz rivoji uchun. Taqalgani 5600, 5,5 mana. Akalar 5500 ga Epica, ya'ni buni minganlar biladi, bundan yumshoq mashina. Buni nima dedi? Epica mingan odamlar bundan boshqa yumshoq mashina topa olmaydi, buni bilasizlar. Buni tog'a 5500 deyapsiz. Yaxshi odamlar bo'lsa gen chiqadimi? Ha, gen chiqadi. O'zingiz nomingizda mashina. O'zim nomimda. Ya'ni Primoy dehqondan. Nomeringizni ayting tog'a, obuna 94lik 492 0475. Hozirroq mana shu videoni Epica qidirib yurgan akalarga jo'natib qo'yamiz.